Bismillah. Sizni hayotingiz sizdan boshqa hech kimga sizchalik qiziqmas. Hech kim siz rasmlaringizga o'zingizchalik yaqinlashtirib, yuzlariga qarab, hamma detallariga e'tibor berib ko'rmaydi. Sizchalik hech kim bitta ko'ylakni 4 yildan beri kiyib yurganingiz haqida qayg'urmaydi. Sizni ro'molingizni qiyshiq o'raganingiz haqida hech kim o'zingizchalik e'tibor bermaydi. Chunki bu hayotda hamma o'zi bilan o'zi jangda, hammani o'zini muammosi bor, o'zini hayoti bor va bu videoda nima uchun biz birovlarning hayotiga e'tibor bermasligimiz kerakligi, nima uchun birovlarning fikriga unchalik qiymat bermagan holatda o'zimizni hayotimizni xotirjam, erkin, sokin, shoshilmasdan yashashimiz kerakligi haqida gapiraman. Hammaga assalomu alaykum. Ismim Sojida, 26 yoshdaman, oilaliman, bir nafar farzandim bor. Hozir Janubiy Koreyada magistraturada o'qiyman. Ingliz tili o'qituvchisiman, onlayn ingliz tilidan dars beraman. Va bu videolarda shunchaki kitoblardan o'qiganlarim, hayotdan tushunganlarim, o'zimni kurashimda o'zimni har kuni to'g'rilab, o'zimni harakatlarimni har kuni analiz qilib, o'zimni o'zgartirib, hayotim ham o'zgarayotganini ko'rib va shunaqa qilsa ham bo'larkan, shunaqa yashasa ham bo'larkan degan xulosalarimni qizlar, ayollar bilan bo'lishib boraman. Albatta fikrlarimni eshitganingiz uchun, hurmat qilganingiz uchun juda ham rahmat, juda ham xursandman. Demak, shaxsan meni 25 yoshimda juda ham ko'p narsalarni tushundim. Aslida hamma insonda menimcha shunaqa bo'ladi. Qaysidir momentlarda dunyoqarashda juda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Shaxsan menda 2020-yili 20 yoshimda bakalavr paytida Turkiyaga o'sha Erasmus scholarship bilan o'qishga borganman va o'sha paytda ham menda anchagina dunyoqarashimda, fikrlashimda o'zgarish bo'lgan va o'tgan yili 2024-yilda ham Allohimga behisob shukr, meni fikrlashimda ancha o'zgarishlar bo'ldi. Men bu narsani qanaqadir bir hayotimda muammo bo'lib o'zgarish bo'ldi yoki qanaqadir qiynalib keyin o'zgardim demagan bo'lardim. Shunchaki har doim o'qib, bilib, o'qib yurgan kitoblarimni qanaqadir ta'siri birdaniga bir bilindi menda deb o'ylayman va shu narsalarni, shunchaki o'zimdagi o'zgarishlarni shu YouTube'da boshqa ayollarga ham, boshqa qizlarga ham bo'lishib bormoqchiman. Umid qilamanki, manfaatli bo'ladi, chunki menga manfaatli bo'ldi. Hayot tarzim, yashashim, kunlarimni, hayotimni unumdorligi, orzularim, rejalarim, hayotga bo'lgan qarashim anchagina o'zgardi. Va men bu narsani boshqalarga ham bo'lishni xohlayman. Lekin bundan yana 5 yil o'tgandan keyin umuman fikrlashim, hayotga qarashim yana ham boshqacha bo'lishi mumkin. Va u paytda ham umid qilamanki, shu fikrlarimni shunaqa YouTube orqali hammaga baribir ham yetkazayotgan bo'laman degan umiddaman. Bugungi videoni Koreyadagi uyimizni balkonida olyapman. Aslida bu videoni o'rmonga chiqib toza havoda olmoqchi edim, lekin bugun yomg'ir bo'ldi va shunchaki bugunga qilgan, o'zimga bergan va'damni, bugunga bergan, o'zimga qo'ygan rejamni, maqsadimni keyinga qoldirgim kelmadi. Shu o'rinda aytib ketmoqchiman, juda ham ko'pchiligimiz, masalan, birovlarga bergan va'damiz, birovlarga qilaman deb qo'ygan ishimizni qilmaslikdan juda ham qo'rqamiz. Chunki o'sha ishni qilmasak, u inson bizga ishonchi pasayadi, dilimizni xira qiladigan gap aytishi mumkin, hurmat qilmaydi, bizga imkoniyat bergisi kelmaydi. Xuddi shuningdek, o'zimizga bergan va'dalarimizni bajarishimiz ham juda ham muhim, chunki o'zingiz bu hayotingizdagi eng muhim insonsiz va qachonki o'zingizga mana kitob o'qiyman, bunaqa kurs o'qiyman, bu joyga boraman, sport boshlayman, unaqa bunaqa erta turaman, shunaqa va'dalar berib, lekin bajarmadingizmi, o'zingizga ishonchingiz pasayadi, o'zingizga hurmatingiz pasayadi, o'zingizga qanaqadir yaxshi narsalarni, yaxshi hayotda loyiq ko'rish, qanaqadir vizioningiz pastga tushadi. O'shaning uchun ham hayotingizda bergan va'dalaringizni bajarishingiz kerak bo'lgan eng birinchi, eng muhim inson bu o'zingiz, keyin boshqalar. Xuddi shunaqa, mana perfect bo'lmasa ham, zo'r yorug'lik, zo'r kamera yoki zo'r ovoz bo'lmasa ham men bu videoni olyapman. Keyingi safar balkim bundan yaxshiroq bo'lar, lekin men o'zimga shunchaki qilishim kerak bo'lgan vazifani qilyapman va buni perfect qilaman desam, bir necha kun o'tib ketishi mumkin, bir necha kundan keyin men xohishim qolmasligi mumkin va
gapirmoqchi bo'lgan gaplarim hozirgidek yonib mani miyamda turmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham shunchaki qilyapman va bu ham sizlarga bitta insight bo'lsin. Qilishinglar kerakmi? O'zinglarga va'da berdinglarmi? Chala bo'lsa ham, g'alati bo'lsa ham, birovlarga g'alati tuyulsa ham shunchaki qilinglar. Demak, bugungi videoda men ikkita tushuncha haqida gapiraman. Bu meni ingliz tilida o'qigan kitoblarimdan olgan xulosalarim va ikkalasi ham meni hayot tarzimni tubdan o'zgartirgan haqiqatlar. Demak, shunaqa qilsa ham bo'larkanda deb o'ylaganim va hayotimga tatbiq qilganim va hayotimda rostdan ham aniq o'zgarishlar bo'lishiga sabab bo'lgan tushunchalar va bularni men o'zbek tilida sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu videoni juda ham ko'p ayollar eshitishini, juda ham ko'p qizlar bilishini xohlayman. O'shaning uchun albatta like bosing, albatta kanalimga subscribe bo'ling, albatta kommentlarda o'zingizning fikrlaringiz, o'zingizning kechinmalaringiz, yana qanaqa mavzularda video qilishimni xohlashingizni albatta yozing. Demak, bugun sizlarga gapiradigan ikkita tushunchamdan bittasi bu everyone is at war with oneself degan so'z. Qaysi kitobda o'qiganman aniq esimda yo'q, lekin 2-3 yil oldin o'qiganman. Bu nima degani? Ya'ni hamma o'zi bilan o'zi jangda degan tushuncha. Bu nima degani? Qaranglar. Deylik, men to'yga qanaqadir bitta ko'ylak kiyib bordim. Kaltaroq ko'ylak kiyib bordim. Men faqat o'ylayapman, voy, men kalta ko'ylak kiyib oldimda, hozir anu menga qarayotgan, meni bunaqa deydi, meni gapiradi deb, ya'ni meni fokusimni qaysidir qismi o'sha kalta ko'ylagimni pastga tortish bilan ovoraman yo shunaqa. Lekin aslida o'sha to'yxonadagi kimdir voy ovqat qachon kelarki qornim ochib ketdi deb o'ylayapti. Kimdir voy ro'molimni qiyshiq o'radim degan, kimdir voy rosa ham isib ketdim, qalin kiyinibman deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Yana kimdir boshqa g'amda. Ya'ni siz haqingizda o'ylagan bo'lishi mumkin-da, ko'zi tushib, voy ko'ylagi kalta ekan deyish mumkin, lekin necha sekund o'ylagan siz haqingizda, sizni o'sha ko'ylagingizga necha sekund vaqtini ajratgan bilmayman. Statistikaga ko'ra odam bitta xonada turibmiz, deylik, men sizni ko'rdim va siz haqingizda meni o'ylaydigan maksimal paytim siz haqingizda o'tirib olib ipidan ignasigacha o'ylasam ham 5 minut o'ylayman. Ya'ni inson boshqalar haqida maksimal 5 minut o'ylash mumkin xolos. Qolganlari sekundlar ichida hal bo'ladi. Ya'ni to'yxonadamiz va siz meni ammamni xolasini, ammasini qizisiz va ko'ylagingiz kalta ekan, men bundoq qaranda, voy ko'ylak kalta ekan, bir necha sekund vaqtimni ajrataman va bo'ldi. Keyingi narsaga o'tib ketaman. Keyingi o'ylashim kerak bo'lgan masalaga o'tib ketaman-da. Ya'ni siz o'ylaysiz, mana siz o'zingiz haqingizda o'ylaganingizchalik boshqalar ham siz haqingizda o'ylaydi deb o'ylaysiz, lekin unaqa emas. Hammani o'zini hayoti bor, hammani o'zini hayotidagi xursandchiliklari bor, xafagarchiliklari bor, to'g'irlash istagan narsalari bor, to'g'irlayotgan narsalari bor. Ya'ni hamma o'zi bilan o'zi kurashda va siz hech kimni hayotini qahramoni emassiz. Hamma o'zini hayotini qahramoni, hamma o'zini kurashini qahramoni va hamma o'zi bilan o'zi jangda. Masalan, qaysidir qiz deylik, bitta yigitdan unga sovchi kelyapti, yaxshi, hamma joyi zo'r, joyida, lekin qanaqadir xuniyroq deylik o'sha yigit. O'ylashim mumkin, voy meni o'rtog'im nima deydi, gapiradi yoki birga yursak bunaqa bo'ladi. Ya'ni o'sha insonni xuniyligini, insonlar gapirishini o'ylab, qanaqadir ichida o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Lekin siz o'sha yigitning xuniyligini to'yingizga borganda kimdir gapirishi mumkin. Qayerdadir rasmingizni ko'rganda gapirishi mumkin yoki ko'chada ko'rganda gapirishi mumkin, lekin o'sha hayotni siz bilan birga yashab bermaydi. Undan ko'p o'ylamaydi sizni. Ya'ni sizni boshqalar siz o'ylaganingizchalik ko'p o'ylamaydi. Sizni eringiz xuniymi, bolangiz kasalmi, kambag'almisiz, bilmayman nima, lekin ko'chadagi odamlar sizni bir marta gapiradi, 2 marta gapiradi, lekin unaqa juda ham ko'p e'tiborini bermaydi. Mikrofon tekshirib olay. Boy 36 minut gapirib yozdim, lekin birortasini ovozi chiqmabdi. Bu ikkinchi marta yozishim, o'shaning uchun let me check. Demak, shunaqa insonlar uchun siz qiziq emassiz. Sizni hayotingiz hech kimga qiziq emas o'zingizdan boshqa. Masalan, onangiz bo'lishi mumkin, sizga kuyadi o'sha insonda. Sizni zo'r bo'lishingizni xohlaydi, lekin uni ham o'zini hayoti bor. Uni ham o'zini qanaqadir har ko'ngilli masalalari bor. Erta turish kerak, nimadirlar qilish kerak. Yoki turmush o'rtog'ingiz birga yashayapsiz. U sizni sevadi, hayotingiz chiroyli, lekin uni ham miyasida boshqa narsalar, pul topishim kerak, bunaqa qilishim kerak, uy qurishim kerak, mashina olishim kerak. Siz o'ylayotgan narsalaringiz umuman boshqa narsa. Ya'ni bu hayotda hammamiz yolg'iz jangchimiz.
va hammamiz o'zimizni hayotimizni qahramoni o'zimizmiz. O'zimiz o'ylamasak, mana o'zimizga o'zimiz g'amxo'rlik qilmasak, bizga hech kim g'amxo'rlik qilmaydi. O'zimizni birinchi o'ringa qo'ymasak, o'zimizni xohishlarimiz bo'yicha yashamasak, boshqalar bizni xohishimiz bo'yicha yashamaydi. Va shunchaki birovlarni hayotiga burnimizni tiqishi, birovlar mani hayotimga qiziqadi deb o'ylashi shunchaki to'xtatishimiz kerak. Endi man bu narsaga qanaqa qilib yetib keldim? Demak, kitobdan o'qidim. Men albatta o'qigan bilgan narsalarimni har doim hamma inson kabi o'zimda analiz qilaman. Menda ham shunaqa odat bormi? Nimaga shunaqa? Masalan, deylik, men bu narsalarni o'qiganimda, 4 yil oldin o'qiganimda, taxminan o'sha 19-20 yoshlarimda men qanaqa qiz edim? Hamma qizlar kabi voy, mana uni yubkasi koftasiga tushmabdi-ya, voy mana uni qara, qiz chiroyli, lekin bola xunuk ekan, qanaqa qilib bular sevishib yuribdi. Mana shunaqa hamma qizlar kabi shunaqa gaplarni gapirib yuradigan qiz edim. 19-20 yoshimda dunyoqarashim tor edi. Birovlarning hayotini gapirardim, voy mana bunaqa bo'pti, bu bunaqa bo'pti derdim. Lekin mana shu so'zlarni everyone is at war with oneself degan gaplarni kitobda o'qigan paytimda ham men birovlarni hayoti haqida gapiradigan inson edim. Lekin vaqt o'tdi. Birinchi bo'lib Turkiyaga borganim men uchun juda ham katta dunyoqarashimda o'zgarish bo'lgan nuqta bo'ldi. Chunki Turkiyaga bordim va men hech kim emasman. Meni hech kim tanimaydi. Umuman boshqa millat, boshqa olam va dunyo shunaqangi katta ekanki, shunaqangi keng ekanki, dengizlar shunaqangi keng, oxiri ko'rinmaydi. Odam shunaqangi ko'p. Masalan, Istanbul qanaqa aholisi ko'p davlat anaqa shaharda, o'sha yerga bordim va nima deydi? Ko'rdimki, odam juda ham ko'p. Odamlarning hammasining har xil taqdiri bor. Hammasi o'zini hayoti bilan mashg'ul va men hech kimning hayotida muhim emas ekanman. Meni hayotim o'zim o'ylaganimchalik boshqalar uchun muhim emas ekan. To'g'ri, o'zim uchun muhim, o'zim uchun aziz har bir oni, har bir inson aziz, lekin boshqalar uchun men juda ham kichkina inson ekanman. Bu hayot uchun men juda ham kichkina inson ekanman deb qanaqadir Turkiyaga borganimdan keyin dunyoqarashim ancha o'zgargan. Menga ko'pchilik aytadi, voy anaqa chet elga borganga o'xshamaysiz yoki mana bunaqa IELTS 8 odamga o'xshamaysiz, shunaqa aytishadi. Real hayotda bilmayman nimaga, lekin menga o'ylaymanki, shu Turkiyaga borganim, yoda yashaganim, yoda Ukrainalik, Fransiyalik, Ozarbayjonlik, Turkiyalik, Germaniyalik, Amerikalik, har xil davlatdan shu o'rtoqlarim, tanishlarim bo'lgan, ular bilan fikr almashganim meni qanaqadir yana soddaroq holatimga, oddiyroq holatimga, default holatimga qaytishimga sabab bo'lgan deb o'ylayman. Chunki men ham hammaga o'xshab shu universitetga budjetga kiraman deb budjetga kirgan edim o'sha paytda. Qanaqadir bir osmonlarga chiqib o'zimdan bir boshqa odamni yasashni boshlayotgan paytim edi o'sha paytda menimcha. Lekin Turkiyaga bordim va aslida men hech kim emasligimni, unaqa o'zimni kimdandir baland olishim kerak emasligini, hayotda shunaqa odamlar borki, men hozir turgan pog'onani 10 yil oldin bosib bo'lganini, meni hozirgi fikrlashimni 10 yil oldin ular his qilib bo'lganini tushundim va shundan keyin qanaqadir o'zimni anchagina bir kichkina oldim yoki shunchaki kichkina olish emas, qanaqadir o'zimdan kimnidir yasashni to'xtatgan paytim bo'lgan bo'lishi mumkin shu payt. Chunki hayotda juda ham ko'p insonlar borligini ko'rdim. To'g'ri, o'zim uchun o'zimni hayotim juda ham zo'r va o'zim hozir turgan joyim, hozir erishgan narsalarim o'zimni 5 yoshimdagi Sojida uchun wow narsalar. Ya'ni o'zimni tarixim bilan solishtirganda o'zim juda ham oldindagi insonman. Lekin men bu degani boshqalar bilan o'zimni solishtirishim kerak. O'zimdan pastda turganlarga past nazar bilan qarashim kerak. Boshqa o'zimdan yuqorida turganlarga nisbatan voy, men sizlardan kichkinaman deb o'zimni pastga olishim kerak degani emas. Shu narsalarni tushunganman. Ya'ni Turkiyaga borishim meni dunyoqarashimda anchagina o'zgarish bo'lgan payt bo'lgan. Va hozir masalan qaysidir o'rtog'im bilan, dugonam bilan ko'rib qolishim mumkin va u o'qimagan bo'lishi mumkin. Uni dunyoqarashi tor bo'lishi mumkin. U bilan gaplashadigan mavzuyimiz faqat uni qaynonasi, uni eri, hayoti qanaqa qiyinligi bo'lishi mumkin. Lekin men shunaqa paytlarda o'zimni qanaqadir
dunyoqarashi kengayib qolgan inson, o'zimni qanaqadir zo'r inson deb hisoblamayman. Chunki agarki o'sha qiz mani o'rnimda bo'lganda, menga yaratilgan sharoitlar yaratilgan bo'lganda, men borgan kurslarga bora olgan bo'lganda, u qiz hozir mendan ham yuqorida bo'lishi mumkin. Dunyoqarashi mendan ham keng bo'lishi mumkin. Chiroyliroq hayot yashayotgan bo'lishi mumkin. Mendan ham ko'p qilayotgan bo'lishi mumkin edi. Ya'ni men hayotimda hech kimni o'qimaganligi uchun, dunyoqarashi torligi uchun yoki aynan men bilan teng hayot tarzi yashamayotganligi uchun ayblamaslikka harakat qilaman. O'zimni yuqoriroq olmaslikka harakat qilaman, chunki u insonni shu yashagan tarixi shunaqa. Agar men uni o'rnida bo'lganimda, uni oilasida tug'ilganimda, balkim men ham shunaqa bo'lgan bo'lardim. Balkim men ham shunaqa hayot ko'rgan bo'lardim. Bilmayman. Aynan masalan shunaqa fikrlashlarim menga Turkiyada kelgan. Keyinchalik Turkiyadan qaytganimdan keyin unashtirilganman turmush o'rtog'im bilan, to'yimiz bo'lgan va bu inson bilan kechirgan vaqtim davomida mani dunyoqarashim juda ham o'sgan, chunki ular o'zlarining yoshlaridan ko'ra ancha oldinda fikrlilar yoki o'zbek jamiyatiga xos bo'lmagan stereotiplarga qarshi bo'lgan fikrlilar va biz birga gaplashganimizda qanaqadir falonchini bunaqa, buni eri bunaqa, buni hayoti bunaqa, mana shunaqa gaplashmaymizda tarix, falsafa, inson jamiyatshunoslik, insonlarning harakati ortidagi qanaqadir narsalar, siyosat, shu narsalar haqida gaplashamizda va bu narsa ham menda anchagina bir insonlarni shaxsiy hayoti haqida gapirmaslik, aralashmaslik degan qanaqadir tushunchalarni bera oldi va qachonki men o'zim birovlarni hayotiga aralashmaslikni, birovlarni hayoti men uchun muhim bo'lmasligini boshlaganda, ya'ni men kun bo'yi birov haqida, birovni erishgan yutuqlari, birovni erisholmaganlari, birovni xatolari, kamchiliklari haqida emas, 99% o'zimni orzularim, o'zimni maqsadlarim, o'zimni xatoyim, o'zimni ayblarim, o'zim nimaga bunaqa gapiraman, o'zim nimaga o'zimni bunaqa tutaman, nimaga menga mana shu narsa og'riq beryapti, nimaga men mana shu narsadan bezovtalanyapman, nima qilsam men yaxshiroq bo'laman, nima qilsam ko'proq pul topaman, nima qilsam yaxshiroq ona bo'la olaman, nima qilsam yaxshiroq turmush o'rtog'i bo'la olaman, nima qilsam turmush o'rtog'imni yaxshiroq tushuna olaman, nima qilsam kurslarim yana ham kengayadi, yana qaysi kitob o'qiy, yana qaysi kurs o'qiy. Mana 99% o'zim haqimda o'ylashni boshlaganimdan keyin, hayotim o'zimdan iborat bo'lishni boshlagandan keyin ya'ni men boshqalarga unaqa qiziqmay qo'yganimdan keyin meni miyam ishondi boshqalar ham menga qiziqmayotganiga. Ya'ni odam o'zi qanaqa bo'lsa, birovni ham xuddi shunaqa deb biladi. Ya'ni o'zim qachondir birovlarni gapirayotgan paytimda birovlar ham meni gapiradi deb o'ylardim. O'zim uchun qachondir birovlarni kiygan kiyimi, hayoti, shunaqa narsalari muhim bo'lgan paytda, ularni mendan ko'ra ko'proq narsaga erishib ketayotgan payti men uchun muhim bo'lgan paytlarda men ham ularga shunaqa muhimman deb o'ylardim. Lekin hozir kim mendan ko'p narsaga erishyaptimi, kam narsaga erishyaptimi, men orqada qolib ketyapman deb o'ylamayman. Men o'zimni hayotimdan rozi bo'lib, qanaqadir o'zim bilan o'zim bo'lishni boshlagandan keyin hozir meni miyam avtomatik ishonadi, hamma odam o'zi bilan o'zi. Men hech kimning hayotini markaz emasman. Men hech kimning hayotida o'zidan ko'ra muhimroq emasman. Qanaqadir insonlar menga havas qiladi, o'quvchilarim yoki kimlardirda. Men ham shunaqa bo'laman deb menga havas qiladigan insonlar bor. Bu ularning hayotida, ya'ni ular shu narsani xohlayapti va menga shunaqa resursini, vaqtini, energiyasini sarflayapti. Bu ularning hayoti. Bu narsani menga hech qanaqa plusi ham yo'q, minusi ham yo'q. Yoki bo'lmasam mana shu YouTube'ga videolar olishni anchadan beri o'ylayman. Juda ham xohlayman mana shunaqa formatda, bir podkast formatda fikrlarimni yetkazishni. Chunki juda ham ko'p o'qiymanmi. Yoki o'qimasam ham qanaqadir o'zimni doim analiz qilaman. Birovlarni doim analiz qilaman, insonlarning hayotini doim analiz qilaman. Doimo observantman, doimo kuzatuvchiman. Va olgan xulosalarimni doim kimgadir yetkazgim keladi va shunaqa YouTube formatda video olish juda ham uzoq payt o'ylaganman, lekin boshlamaganman, chunki nima deb o'ylaydi deb o'ylaganman. Lekinchi, masalan, deylik, meni birorta qo'shnim ko'rdi, meni shunaqa videoyimni
u uchun bu g'alati narsa, chunki u mani mana shunaqa aql o'rgatib o'tirganimni ko'rmagan. Lekin qaysidir o'quvchim uchun bu normal, chunki onlayn kurslarimda ham man personal development darslarim bor. Nimaga? Chunki onlayn kurslarimda 99% turmush qurganlar, oilalilar, qaynona-qaynotalilar, dekretdagilar yoki ishlaydigan ayollar, ingliz tili o'qituvchisi, lekin o'rganish kerak shunaqa ayollar yoki erkaklar bo'lsa ham ishidan o'qishdan ortib keyin o'qiydiganlarda, ya'ni sistema shunga tuzilgan. Ya'ni har kuni ko'p vazifa bermaymiz, oz-ozdan berganimiz uchun ham bizda asosan target auditoriya bular talabalar, dekretdagilar va har kuni unaqa 3-4 soatlab dars qila olmaydiganlar, kuniga 40 minut, 1 soat, 1,5 soat dars qilib natijaga erishish kerak bo'lgan insonlar. Va bu insonlar har doim o'sha maqsadiga stick to qilishi uchun, masalan 15 yoshli qiz uydagilari kursiga pul to'layapti, o'qiydi-da u, lekin 25 yoshli o'zini oyligidan pul to'layotgan erkak yoki eridan pul so'rab olayotgan ayol sal qiynalsa, bo'pti Kira, o'qirma hozir bolalarim katta bo'lsin deb kurs tashlab qo'yishi mumkin-da. Kursni tashlamasligi uchun ham, deylik, meni personal development darslarim bor. Ularga mana shunaqa qilib o'tirib men aql o'rgataman. Qanaqa qilib kunini rejalashtirish kerakligi, qanaqa qilib maqsadlarida oxirigacha borish kerakligi, qanaqa qilib hozir qiynalsa ham o'qisin, lekin o'sha IELTSni tezroq olsin, IELTSni unaqa cho'zib yurmasin. IELTS aslida juda ham kichkina yutuq, hayotda undan katta narsalar borligi haqida men o'tirib aql o'rgataman. Ya'ni o'quvchilarim uchun bu narsa unaqa bir extraordinary narsa emas, bu boshqacha narsa emas. Lekin meni qo'shnim uchun bu g'alati bo'lishi mumkin. Nimaga men o'sha qo'shnim meni nima deb o'ylaydi yoki qaysi qarindoshim meni ko'rib nima deb o'ylaydi deb men bu videoni olishim kerak emas, chunki men bu narsani xohlayapman va bu narsa menga plus bo'lishi mumkin. Bu narsa meni shaxsiy brendimni rivojlantirishi mumkin, meni ingliz tili kurslarimga plus bo'lishi mumkin. Qachondir bilmayman. Men kutmagan natija kelishi mumkin. Men YouTube reklamadan deylik qachondir 1 yildan keyindir, 4 yildan keyin, 5 yildan keyindir ingliz tili kurslarimdan ko'ra ko'proq pul ishlarman, bilmayman. Lekin men harakat qilib ko'rishim kerak. Qilib ko'raman, o'xshamadimi? Harakat qildim, bo'lmadi, menga emas ekan, bunaqa qiyin tomonlari bor ekan deb balkim tashab qo'yarman, bilmayman. Lekin hozir vaqtim bor, energiyam bor, qilish xohlayapman, qilaman. Va buni kimnidir fikri uchundir to'xtatib qo'yishim kerak emas, chunki o'sha qo'shim ham nima deyapti bu, chiqib o'tirib olib deydi, lekin keyin o'zini hayotiga kirib ketadi. U o'zini bolalariga ovqat qilish kerak, u o'zini hayotida moddiy muammolari bor, ma'naviy muammolari bor, uni xursand qiladigan, xafa qiladigan o'zini hayoti bor va men haqimda 20 sekunddan oshiq o'ylamasdan o'zini hayotiga ketadi. Yoki har ko'rganda o'ylab qo'yishi mumkin 20-30 sekunddan, lekin o'zini hayotiga ketadi. Ya'ni bu hayotda hamma o'zi bilan o'zi jangda, hamma o'zini o'zi hayotini qahramoni va birinchi maslahatim bu o'zingizni hayotingizni qahramonini boshqalar aylantirmang. Ya'ni siz bir kunda boshqalar haqida ko'p o'ylashingiz kerak emas. Ularni qilayotgani, qilmayotgani, xatolari, ayblari, sizga gapirgani, gapirmagani, bular haqida o'ylashingiz kerak emas. Bir kunda siz o'zingizni qanaqa qilib yaxshilasangiz bo'ladi. Yoki hayotingizda muammo bo'lsa ham o'sha muammoda nima aybingiz bor sizni? Siz nimani xato qildingizki shunaqa bo'ldi? Nimaga shunaqa bo'ldi? Mana shu narsalar haqida o'ylashga, xulosa chiqarishga, dunyoqarashingizni kengaytirishga harakat qiling. Chunki bu hayot sizniki, bu hayotda nimaiki bo'layotgan bo'lsa, unga faqatgina o'zingiz kurashishingiz kerak. Hammani hayoti alohida. Ota-onangizni ham alohida hayoti bor, aka-singillaringizni ham o'zini hayoti bor, bolangizni ham o'zini hayoti bor. Ya'ni hammani hayoti bor va o'zini hayotiga yarasha, o'zini yoshiga yarasha, o'zini dunyoqarashiga yarasha, o'zini qarichiga yarasha hammani muammolari bor, hammani hal qilish kerak bo'lgan masalalari bor-da. Ya'ni sizni muammoyingizni akangiz kelib hal qilib berish kerak emas, chunki akangiz o'zini muammosi bor. Sizni onangiz hal qilib berish kerak emas, chunki onangizni, otangizni muammosi bor. Yoki sizni bolangiz baxtli qilish kerak emas, yoki muammoyingizni bolangiz hal qilib berish kerak emas. Bolangizni ham o'zini hayoti bor, o'zini xohishi bor. Ya'ni hamma insonni o'zini hayoti bor, hayotiga yarasha o'ziga berilganlari va berilmaganlari bor. Shunchaki birovni jangini hurmat qiling va birinchi o'rinda o'zingizni hayotingizni markaziga birovlarni qo'ymang. U Instagramdagi influencermi, dugonangizmi, patokdoshingizmi, sinfdoshingizmi, kursdoshingizmi sizdan ko'pga erishganmi, kamga erishganmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar hayotingizni markaziga hech kimni qo'ymang. O'zingizga fokusingizni qarating.
Va shundan keyin miyangiz avtomatik anaqa qilmay qo'yadi. Ya'ni men ham boshqalarga unaqa muhimman, boshqalar ham men haqimda shunaqa o'ylaydi demay qo'yadi. Avtomatik bu narsaga sekin-sekin kelasiz. Shaxsan menda bir necha yilda shunaqa mindsetga keldim. Siz ham shunaqa kelasiz degan umiddaman. Va men hech kimga deylik 15 yoshli qiz bitta yigit bilan urushib qoldi. Voy o'ldim, kuydim, voh deyapti, o'zimni o'ldiraman deyapti. Men hech qachon aytishim kerak emas u 15 yoshli qizga shunga ham o'zingni o'ldirasanmi, nima bo'pti sani muammoying, mana mani muammoyimga qara deyishim kerak emas, chunki uni yoshi, uni jinsi, uni ijtimoiy kelib chiqishi, uni background, uni hayotiga o'sha yigitni tashlab ketgani shunaqa katta narsada, ya'ni uni hayoti. Man 26 yoshli boshimga va dunyoqarashimga mos shaklda o'zimni deal with qiladigan, ya'ni kurashadigan o'zimning narsalarim bor. 55 yoshli insonni alohida kurashadigan muammolari bor. Erkak kishini alohida kurashadigan muammolari bor. Ayol kishini alohida. O'shaning uchun hech kimni hayoti manikidan oson deyishim ham kerak emas. Manikidan qiyin deyishim ham kerak emas. Hamma o'ziga mos hayotni yashayapti. Hamma o'zi bilan o'zi jangda. Hech kim hayotiga men muhim emasman, hech kimning hayoti uchun men aybdor emasman, hech kimning hayoti nimadir bo'lib qolgani uchun men aybdor emasman-da. Va meni ham hayotim qanaqadirligi uchun hech kim aybdor emas. Kimdir qanaqaligi uchun meni hayotim shunaqa bo'lib qolgan emas. Va har doim hayotidagilar muammolar uchun birovni ayblash, mana bu bunaqa yomonligi uchun men bunaqa yashayapman, bu bunaqaligi uchun men bunaqa yashayapman deb o'zini hayotini har doim birovlarda aybini qidirish bu juda ham kuchsiz insonlarni harakati, chunki bu juda ham oson. Ya'ni hayotingda bo'layotgan muammolarga birovlarni ayblab o'tirish juda ham oson. Uzr so'rayman, mikrofonim o'chib qolgan ekan. Qolganini endi davom ettiraman. Xullas, aytayotgan fikrim, birovlarga e'tibor, nima deydi, birov aybni birovlardan qidirish kerak emas, hayotingizda hech kim ayblashingiz kerak emas, hammasiga o'zingiz aybdorsiz, hammasi yutuqlaringiz ham o'zingizniki, kamchiliklaringiz ham o'zingizniki. Va unaqa kuchsiz bo'lmang, chunki psixologiya o'qiganlar biladi, vaziyatlarda birovni ayblash bu juda ham kuchsiz insonlarning ishi. Kuchli insonlar o'sha vaziyatda o'zini ham aybi borligini, o'zi nimadir qilgani uchun yoki qilmagani uchun mana shunaqa bo'layotganini bila oladi. Albatta dunyoqarashingizni kengaytirishga harakat qiling, ko'proq o'qishga harakat qiling, ko'proq insonlar bilan tanishishga harakat qiling. Hayot bu juda ham qiziq joy, juda ham keng joy va siz hayotingizda tanigan 4-5 ta odamdan iborat emas bu hayot. Hayotingizda qancha ko'p insonni taniganingiz sari yashash sifatingiz ham, dunyoqarashingiz ham shuncha o'sib ketaveradi. Deylik, bitta 11-sinf qiz faqatgina sinfdoshlarini biladi, o'sha maktabdagi o'qituvchilarni taniydi va qishlog'idagilarni taniydi, qarindoshlarini taniydi va jami sanaganda deylik 100 kishini taniydi. Masalan, taxminan aytyapman. Va bu insonning dunyoqarashi, ya'ni hayoti faqatgina mana shu 100 kishidan iboratda. Va u uchun masalan dunyo mana shu 100 kishidan iborat bo'laveradi, ya'ni hamma narsasi o'sha 100 kishida aylanaveradi-da. Lekin 2000 ta, 3000 ta, 4000 ta odamni tanigan inson, gaplashgan inson, ularning hayot hikoyalarini eshitgan inson, har xil joylarda bo'lgan inson, shunaqa kitoblar o'qigan inson, ya'ni dunyoqarashi keng bo'lgan inson umuman boshqacha yashaydi. Yashash sifati ham anchagina keng bo'ladi. O'shaning uchun demak bu anaqadan birinchi everyone is at war with oneself degan iboradan chiqarishinglar kerak bo'lgan. Xulosa bu bittagina so'z emas, bu albatta butun boshli bitta kitobni xulosasi va men bu xulosani boshqa o'zim o'qigan kitoblardagi fikrlar bilan to'ldirib aytyapman. Demak, dunyoqarashingizni kengaytirishga harakat qiling, hayot kengligini his qilishga harakat qiling. Hayot sizdan iborat emas, siz hayotda markaz emassiz, siz hayotda hech kimning markazi emassiz. Siz o'zingizni, lekin hayotingizni qahramonisiz. Siz o'zingizni qutqara olasiz. O'sha hayotingizdagi kamchiliklar, moddiy muammolar, ma'naviy muammolar, kimdir sizni hurmat qilmaydi. Mana shunaqa muammolardan faqatgina o'zingiz chiqib keta olasiz. Hech kim kelib sizni qutqara olmaydi. Onangiz ham, otangiz ham, akangiz ham, opangiz ham hech kim kelib sizni qutqara olmaydi. Balkim bu fikrlarni aytgandirman, lekin mikrofonim o'chib qolganligi uchun
fikrimni tugatishga harakat qilyapman. Uzr so'rayman agar qaytadan aytayotgan bo'lsam. Shunaqa, everyone is at war with oneself. Hamma o'zi bilan o'zi jangda. Keyingi gapiradigan gapim bu fikrim. Everything is not about you, but everything is about you. Ya'ni hamma narsa sen haqingda emas, lekin hamma narsa sen haqingda degan tushuncha. Bu ham juda ham qiziq tushuncha. Bu nima? Masalan, insonlarni sizga gapirayotgan gapi, sizga qilayotgan muomalasi, sizni qanaqadir qilayotgan xafagarchiligi bu har doim ham sizga bog'liq emas. Ya'ni har doim ham sizni aybingiz emas, 100% sizni aybingiz emasda. Masalan, deylik, men IELTSdan 9 oldim va meni o'quv markazida ishlayman va 9 oldim va hamma tabriklayapti. Vau, sen zo'rsan, qanaqa 9 olding, bizga ham nasib qilsin. Shunaqa bo'lyapti-da, kimdir aytadi, ha, speaking lekin 8 bo'lib qopti-ya, o'zi speakingdan anaqa pastligi bilinardi-ya. Mana shunaqa dedi. Mikrofonni tez tekshirdim. Mana shunaqa dedi. Men bu insondan xafa bo'lishim kerak emas-da. Ya'ni meni yomon ko'rgani uchun shunaqa dedi emas. U o'zini yomon ko'rgani uchun, u o'zini ichida shunaqa bo'shliq his qilgani uchun, u yonida birov o'zidan maqtalib yuqoriga chiqib ketayotganda hazm qila olmagani uchun ham meni bundoq pastga tushirib, o'zini ichida yaxshi his qildi. Ya'ni bu meni muammoyim emas, bu uni muammosi, uni o'zi bilan o'zi jangi. Yoki biz mashina oldik, hamma tabriklayapti, kimdir aytishi mumkin, voy kreditga olibsizlar, deyishi mumkin. Ya'ni shu mashinam kreditligini, shu yutuq hammasi meniki emasligini, qanaqadir orqasi teshik bu yutug'imni menga eslatib, o'sha inson o'zini ichidagi jangda o'zi bilan o'zi g'olib bo'lyapti. Ya'ni meni bu yerda aloqam yo'q, meni o'rnimda boshqa alakim bo'lganda ham u gapni gapirgan bo'lardi. Albatta, men bu narsani birinchi bo'lib o'zimda analiz qilib o'zim bilganman. Masalan, universitetda o'qiyotgan paytimda men IELTS borligi uchun speakingim yaxshi edi. Qaysidir dugonalarimni IELTS yo'qligi uchun speaking uncha yaxshi emas edi va ular doskaga chiqib gapirganda men ularni shevasini ustidan yoki qanaqadir dialektini ustidan yoki aksentini ustidan hazillashib kulardim-da. Va bu narsa ularni qanaqadir noqulay his qilishiga sabab bo'lgan. O'zini ishonchiga tushishiga sabab bo'lgan. Xafa bo'lsa, voy, men hazillashyapman-ku, men o'zi shunaqaman-da, men shunaqa gapiraveraman-da, e'tibor berma, samimiy-ku deb o'zim ham ishonardim men samimiy gapirayotganimga. Lekin aslida mana shunaqa kitoblar o'qib o'zimni analiz qilib tushundimki, men o'sha paytda samimiy bo'lmaganman. Men o'sha paytda shunchalik ichim bo'sh bo'lganki, shunchalik o'zimni yetarsiz his qilganmanki, e'tibori 100% kimdadirligini hazm qila olmaganim uchun ham mana shunaqa oraga tiqilishib, e'tibori o'zimga qaratganman. Analiz qilganda mana shu narsani tushundimda o'zimda. Xo'p, nimaga masalan shunaqa qilishim kerak? Nimaga menda 100% e'tibor bo'lmasa ham normal yasha olmayman? Nimaga shunaqa? Nimaga o'zimga o'zim e'tibor bera olmayman? Va men hozir mana shunaqa kulib, hazil tariqasida gapirilgan hech qanaqa gapni oqlamayman va o'zim ham maksimal darajada bunaqa gapirmaslikka harakat qilaman. Chunki o'sha dugonamni men chekkaga chaqirib turib, qaragin, seni speakingda mana bunaqa muammoying bor deb maslahat berishim uni kamroq xafa qilgan bo'lardi. Chem meni o'rtada uni masxara qilib, kulinib, kulgi ostiga yashirilib xafa qilganimdan ko'ra, u nagli xafa bo'lay desa, u kulib gapirilyapti. U kulib gapirilgan gap unga xafa bo'linmaydi. Xafa bo'lmaydisa, bu og'riqli narsa-da, u o'zini ishonchini tushiradi. U insonni qanaqa pastga olib tushishi mumkin bo'lgan narsa-da, lekin men prosta kulib gapirdim. Ya'ni nima demoqchiman? Bu narsani birinchi o'zimda analiz qildim. O'zim demak shunaqa kulib gapirib turib, birovni pastga urib nima topyapman? O'zimni ichimdan o'zimni tepaga olib chiqib olyapman va bu sog'lom emas. Bu sog'lom, adekvat fikrlaydigan katta insonni qiladigan ish emas. Bu yosh bolaning ishi. Va ham bunaqa qilishim kerak emas ekan, o'zimni yetarli his qilishim kerak ekan deb vaziyatlarda o'zimni analiz qilib qanaqadir gapirib qo'yaman. To'xta, nimaga hozir shunaqa dedim? To'xta, hozir nimaga bunaqa qildim? O'zimni analiz qilib mana shu narsamni, odatimni yo'qotdim. O'zimni
qanaqadir biror joyda mani gapirilmasam ham, birovni 100% maqtalayotgan bo'lsa, men ham ularga qo'shilib chapay chosam ham, o'zim ham pastga tushib qolmasligimni, men nima deydi, birovlarni e'tiboriga muhtoj emasligimni his qilganimdan keyin menda bu narsa yo'qoldi va lekin hayotimda shunaqa insonlar hozir chiqib qolsa, men bu narsada xafa bo'lmayman. Buni mundoq qaraymanda, men ularni analiz qilaman. Ha, demak, men o'sha paytda yashagan yetarsizlikni, men o'sha paytda ichimdan yashagan baxtsizman degan narsani bular hozir yashayapti. Demak, hozir ular hayotidan ko'ngli to'lmayaptiki, meni mana shunaqa anaqamni hazm qilmayapti deb qanaqadir psixoanaliz qilishga harakat qilaman va unaqa xafa bo'lmayman. Oddiy qabul qilishga harakat qilaman. Lekin bu degani hamma inson menga xohlagan gapini gapirish kerak degani emas. Ya'ni u o'zini hayotidagi jangini deb, o'zini jangida yaxshi his qilishi uchun meni qurbon qilish kerak emas. Lekin hamma narsani ham o'zimga olmayman, chunki juda ham ko'p narsa everything is not about me. Hamma narsa men haqimda emas, ularni o'zi haqida ham, o'zini ko'rgan hayoti, o'zini ko'rgan kechirganlari, o'zini xulosalaridan kelib chiqqan narsasi va bu narsaga men ortiqcha energiya sarflamayman. Yoki yaqinda bo'ldi, mana onlayn kursimizga qabul bo'lyapti. Bitta qiz kechqurun 11larda pul tashlagan, bizni assistentlar o'sha uxlab qolib, ertasiga kunduzi soat 3da plyus qabul qilindi deb yozgan. Lekin ertasiga soat 3 gacha bu qiz nima aldadinglarmi, pulimizni olib ketdinglarmi, voy bunaqa to'polon qilib tashlagan. Masalan, bu qizni ham tushunishim kerak, chunki u qachondir kimgadir pul tashlab turib, balkim kuyib qolgandir-da. Onlayn kursga qo'shila olmay qolgandir. Ya'ni men nima mana shunaqa aldaydi deb o'ylayapsanmi? Manaqami? Ya'ni faqat o'zim tomondan qarashim kerak emas, u tomondan ham qarashim kerak va u tomondan qaraganda u ham haqli. Uni ham shunaqa tarixi bor-da, o'sha tarixidan kelib chiqqan holatda u o'zini tutyapti. Ya'ni insonlar o'zini tutishiga har doim men aybdor emasman. Ularni o'zini tarixi, o'zini backgroundi, o'zini jinsi, yoshi, ko'rgan hayoti, dunyoqarashi juda ham muhim. Dunyoqarash juda ham muhim. Chunki dunyoqarash insonni qancha keng bo'lgan sari vaziyatlarga baho berishi faqatgina bitta rakursdan emas, har xil rakurslardan qara olish qobiliyati shakllanadi. Masalan, nimadir bo'lsa, faqatgina o'zim to'g'riman, menga bunaqa dedi, bunaqa qildi deb faqat o'zinikidan turaverish emas. Dunyoqarash keng inson uni tomonidan ham o'ylab ko'radi. U qanaqa his qildi ekan mana shu paytda? Qanaqa his qildi ekan, bunaqa qilishim kerak emas degan deb, ya'ni kengroq anaqadan qara oladi, kengroq tomonlama baho bera oladi va shuning uchun ham insonni dunyoqarashi keng bo'lishi shart, kerak, lozim. Chunki bu narsa o'zini hayotini osonlashtiradi, boshqalar uchun emas. Masalan, meni dunyoqarashim qancha keng bo'lsa, meni hayotim shuncha oson, shuncha chiroyli, shuncha baxtli, shuncha maza. Men boshimdan kechiradigan muammolarim shuncha yengil bo'ladi. Shunaqa. Demak, bu birinchi narsa, everything is not about you. Ya'ni birovlarni harakatiga har doim ham siz javobgar emassiz va bu narsani personal olish kerak emas. Bu ularni ko'rayotgani, bu ularni vizioni, bu ularni qanaqadir dunyoqarashdan kelib chiqqan narsa, bu ularni muammosi. Xolos, qisqa qilib aytganda, bu ularni muammosi, bu ularni jangi. Va hamma aytganimdek, o'ziga mos, o'zini yoshiga mos, o'zini hayot tarziga mos jangda. Men aytishim kerak emas, qanaqadir men orzu qilayotgan hayotda yashayotgan inson ko'p puli bor yoki shunaqa unga mazza-da deyishim kerak emas, chunki u o'ziga mos qanaqadir muammolari bor. Yoki mendan pastda yoki qanaqadir dunyoqarashi mendan tor va men mana xuddi mana shu 20 yoshimda deal with qilgan muammo bilan deal with qilayotgan inson bo'lishi mumkin. Va men u insonga qarab aytishim kerak emas, voy seni muammoing nima bo'pti, menga bunaqa muammolarim bor deyish kerak emas. Okay? Hammani muammosi bor, hammani hayoti bor va hech kimga oson emas. Hamma o'zi bilan o'zi jangda va jangda faqat o'zingiz yutib chiqa olasiz. Hamma mas'uliyatni o'zingiz bo'yningizga olib, hayotingizni faqat o'zingiz qutqara olishingizni shunchaki tan olib harakatni boshlaganingizda hammasi o'zgarishni boshlaydi. Hayotingiz uchun hech kim mas'ul emas va hech kim aybdor emas. Demak, everything is not about you. Hamma narsa bu sen haqingda emas. Endi ikkinchisi, everything is about you degan qismi, xuddi mana shu tushunchani, hamma narsa sen haqingda degan qismi. To'g'ri, sen boshqalarni qaynaqadir harakatiga mas'ul emassan. Ular o'zini tarbiyasi, o'zini backgroundidan kelib chiqib o'sha narsani qilyapti.
Lekin o'sha inson aynan o'sha harakatni senga qilganligi uchun sen ham aybdorsan. Bu degani vaziyatlarda 50% sen aybdorsan, 50% u aybdor degani. Buni hamma vaziyatga solish mumkin. Masalan, er xotin nimadandir urushib qolishdi va eri xotinini 100% ayblash kerak emas. Sen bunaqa qilding, o'zingni mana qilib tutasan. Chunki o'sha ayol o'zini shunaqa tutishiga sababchi bo'lgan inson eri. Ya'ni erida 50% ayb, ayolda 50% ayb. Yoki ayol siz menga manaqa qilib bermaysiz, manaqa hurmat qilmaysiz, manaqa qilmaysiz deyish kerak emas. Chunki o'sha erkakning shunaqa munosabatiga sababchi bo'layotgan 50% ayolda. Tushunyapsizmi? Ya'ni hamma vaziyatlarda 50% unda, 50% sizda, ya'ni hamma narsa sizga bog'liq emas, to'g'ri, lekin aynan shu inson, aynan shu harakat sizga qilayotgani uchun mas'uliyat albatta sizda. O'shaning uchun vaziyat nimadir hayotingizda vaziyat bo'ldi, kimdir sizga g'alati xafa qiladigan gap gapirdi, o'sha gapni rostdan o'tirib o'ylab qilishingiz kerak bo'lgan gap gapirdi. Birinchi o'rinda o'ylashingiz kerak, bu uni jangi, bu uni muammosi, bu uni ichidagi negativi. U o'zini shunaqa yomon his qilyaptiki, mana shuni menga chiqarib yorib, o'zini yaxshi his qilmoqchi bo'lyapti deb qanaqadir u tomondan o'ylab ko'rishga harakat qiling. Ikkinchisi, mana shu vaziyat nimaga siz bilan bo'layotgani, nimaga shunaqa bo'ldi, xolos shu haqida e'tiboringizni qaratishga harakat qilib ko'ring. Demak, siz shunchalik kuchsizsizki, shunchalik o'zingizni himoya qila olmaysizki, u inson shu bemalol kelib shu gapni sizga gapirib ketyapti. Shunchalik energiyangiz past, shunchaki shaxsiy chegaralaringizni qo'ymagansizki, shu inson sizga shu narsani gapirib ketyapti. U inson shu gapni gapirguncha oldin birinchi qadam tashlagan, sizga mundoq deb ko'rgan, indamagansiz, kulib ketgansiz, mundoq deb ko'rgan, indamagansiz va sekin-sekin shunaqa boshingizga chiqargansizda. Lekin o'sha inson bitta sizga yoqmagan gapni gapirgandayoq, to'xtang, menga bunaqa gapirmang, men xafa bo'laman, men sizga unaqa gapirmayman deb to'g'ri tushuntirishingiz kerak. Va nima deydi? U inson sizga unaqa gapirish kerak emas keyingi safar. Ya'ni vaziyatlarda o'tirib olib faqat uni ayblab, mana ko'pchilikda shunaqada, nimadir konflikt bo'ldi, faqat uni ayblab, o'zi manaqada, o'zi manaqada, o'zi bunaqada, o'shanga shunaqa bo'ldi, 100% narigi tomonni ayblaydi. Lekin hech narsada hech qachon 100% narigi tomon aybdor emas. 50 sanda, 50 u insonda-da ayb. O'tiringda u insonni tushunishga harakat qiling. Birinchi o'rinda nimaga u shunaqa harakat qildi? Masalan, men tushunishga harakat qilaman. U insonning ham hayotida muammosi bordir, puli yo'qdir. Masalan, bitta o'quvchi hayotimda shunaqa bo'lgan. Men har doim mana o'quvchilarimni rozi qilishga harakat qilaman, lekin bitta o'quvchi men bergan pulimga rozi emasman deb chiqib ketgan, pulini qaytarmaganmiz. Xafa bo'lganman, dilim xira bo'lib ketgan. Men bergan pulimga rozi emasman degandan keyin albatta o'ylaydi hamma. Xafa bo'lib yurganman-da, o'ylaganman, nimaga shu inson shunaqa dedi. U inson ham tushunishga harakat qilib, hayotida muammosi bor, puli yo'q, shu pulni olsam nimagadir ishlataman deb o'ylagan edi. Bunaqa muammolari bor-da. Ya'ni men u insondan 100% norozi bo'lib, yomon inson deb 100% yomon inson kategoriyasiga qo'sha olmayman. Meni qilganimni bilmadi, u shunaqa nonko'r deya olmayman. Bitta odam 100% yomon yoki 100% yaxshi emas. Menga yomonlik qilayotgan, yomon tarafini ko'rsatayotgan insonni qanaqa yaxshi tomonlari bor-da, o'zini oilasiga, o'zini yaqinlariga, o'zini sevadigan insonlarga qanaqa zo'r tomonlari bor, yoki menga faqat yaxshi tomonni ko'rsatayotgan insonni kimlar uchundir yomon tomonlari bor-da. Va men o'sha qizni o'tirib olib faqatgina yomonlashim kerak emas. O'tirib, men birinchi bo'lib o'sha insonni tushunishga harakat qilaman. Bu bir. Bu degani men endi menga nima qilsa ham ustimdan tepiklab yurib ketsa ham uni tushunaman degani emas. Yo'q, menga umuman men birovga ortiqcha gapirmayapmanmi? Menga ham birov ortiqcha gapirish kerak emas. Men chegaralarimni hurmat qilishim kerak. Lekin nimadir vaziyat bo'ldimi? Bo'ldi, aytdim. Men ham 50% aybdorman, u ham 50% aybdor. Birinchi bo'lib o insonni tushunishga harakat qilaman. Shunaqa o'zini tutishiga sabab bo'lgan narsalar haqida o'ylashga harakat qilaman. Va o'zimning ayblarim haqimda ham keyin o'ylab ko'raman. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimaga bu analiz qilaman. Albatta, o'zimning ayblarim bo'lsa, men tan olishdan qo'rqmayman. Chunki hozir tan olmasdan birovni ayblab, u o'sha qilgan uchun shunaqa bo'ldi deb o'tib ketganim bilan, ertaga xuddi shu vaziyat, xuddi shu xatoyimni takrorlab boshqa inson bilan takrorlanishi mumkin va men bu hayotda hali qiladigan ishlarim ko'p, tanishadigan insonlarim ko'p va hayotimda odamlar juda ham ko'p. Ya'ni men juda ham ko'p tanishlarim bor, o'quvchilarim bor, birga ishlaydigan qizlar bor, dugonalarim bor. Ya'ni hayotim juda ham ko'p insonlardan iborat va bitta o'sha birga ishlaydigan qizni muammosiga shunchaki ko'z yumsam,
ertaga xuddi o'sha muammo boshqa bilan ham takrorlanadi. Ya'ni shu vaziyat bekorga bo'lmayapti. Men shundan xulosa chiqarishim kerak. Nimaga xato qilganimni tushunib olishim kerakda oldin. Va keyingi safar shu narsani qilmayman. Shu inson bilan ham, boshqa inson bilan ham. O'shaning uchun xullas kelam, everything is not about you. Hamma narsa senga bog'liq emas. 50% u insonni muammolari o'sha paytda his qilganlariga bog'liq va 50% senga bog'liq. Everything is about you, okay? O'shaning uchun hayotingizni mas'uliyatini oling. Bir kishi 100% yomon emas, 100% yaxshi ham emas. Hammani hurmat qiling, hammani jangini hurmat qilishga harakat qiling, hayotdan doim xulosalar chiqishga harakat qiling, doim o'zingiz analiz qiling, nimani xato qilyapmanki, menda shunaqa bo'lyapti, nima to'g'irlashim kerak, nimani yaxshilay, o'zingizni doimo analiz qiling. Va eng yaxshi ko'rgan odatlarimdan bittasi bu har kuni hayotimdagi insonlar uchun rahmatnoma yozish. Masalan, turmush o'rtog'imni qaysidir odati menga yoqmasligi mumkin. Chunki u inson ham inson va 100% menga yoqishga majbur emas. Lekin faqatgina yomon tomoniga e'tibor beraversam, o'rtoqlar bilan ko'rishganimda voy erim mamnaqa, voy bunaqa deyaversam, faqat o'sha narsa haqida o'ylayversam ham bundan foyda yo'q. Ya'ni hayotimizda ba'zi insonlar borki, biz ularni kesib otibora olmaymiz. Masalan, qo'shnimni yomon ko'rsam, men boshqa joyga ko'chib keta olmayman. Shunchaki o'sha qo'shnimni yaxshi tomonlarini ham ko'rishga harakat qilishim kerak. Uni yaxshi ko'rishga harakat qilishim kerak. Chunki albatta hammaning yaxshi tomoni bor. 100% hech kim yomon emas. 100% hech kim yaxshi emas. Sizga qanaqa muomala qilyaptimi, o'sha inson shunaqa muomala qilishiga sabab bor sizda ham. U insonda ham bor. Qanaqadir oltin o'rtalikni topishingiz kerak. O'zingizdan ham ayb ko'ra olishingiz kerak, undan ham ayb ko'ra olish kerak, oralig'i chiza olishingiz kerak-da. Xullas kelam, masalan, shunaqa insonlar bor, masalan, u insonlar bilan munosabatim meni hayotimga, orzularimga, maqsadlarimga ta'sir qiladi va men u insonlarga har kun rahmat yozaman. Nimalar yozishim haqida qachondir yana bitta YouTube'da podkast qilaman, lekin har kuni men yozaman. Yozish terapiyam bor va har kuni men insonlarga rahmat yozaman, hayotimdagi insonlarga. Chunki qancha men o'sha insonlarga rahmat yozganim sari hayotda ularni yana ham yaxshi tomonini ko'rib boraveramanda. Ya'ni yaxshilik qidirganim sari ularni yaxshiligi kelib chiqaradi. Konfliktga kirgan insonlar bilan ham, xafa bo'lib qolgan insonlarim bilan ham qanaqadir bo'ldi, esimdan chiqdi deb ketmayman. Chunki inson hech qachon hech narsani esdan chiqarmaydi. Qanaqadir men bo'ldi, unutdim degan inson bo'lmaydi. Chunki fakt, bu biologik fakt, inson miyasiga yozadi, uni neyron shaklida yozyapti-da. Va bo'ldi deb ketib bo'lmaydi. Hamma inson esida saqlaydi, hammamizni xotiramizda qoladi va shunchaki bo'ldi deb ketish bu o'zimizni aldash, bu qanaqadir o'sha muammo bilan yuzlashishdan qochish. Masalan, osonda nimadir narsadan bo'ldi, e'tibor bermadim, xafa bo'lmadim deb ketish oson, lekin o'tirib nimaga shunaqa bo'ldi? Men xafa bo'ldimmi? Ha, xafa bo'ldim. Nimaga xafa bo'ldim? Nimaga bu narsa meni bezovta qildi? Nimaga bu gap meni bezovta qildi deb o'tirib, fikrlab, analiz qilib, o'zing bilan o'zing gaplashish, bu faqatgina kuchlilarni qila oladigan ishi. Va men hech narsani bo'ldi deb ketmayman. O'sha narsa ichimda hal bo'lguncha, o'sha insonni yaxshi ko'rib qolgunimcha, o'sha insonni boricha qabul qilgunimcha bu narsa bilan kurashaman. Masalan, o'sha insonga har kuni albatta eng kamida 5 ta rahmat yozaman, chunki menga faqatgina bitta, ikkita yomon tomoni ko'rinyapti xolos, lekin u inson albatta yaxshiligi bor. Kim uchundir yaxshiligi bor. Ota-onasi uchun u insondan yaxshi inson yo'q. Albatta konfliktga kirgan insonlar bilan yaxshi rahmat yozaman. Agarki u insonlarni hayotimdan chiqarib yubora olmasam, qanaqadir o'quvchim bo'lsa chiqarib yuborishim mumkin. Qanaqadir dugonam bo'lsa chiqarib yuborishim mumkin, lekin aytganimdek qo'shnim bo'lsa boshqa joyga ko'chib keta olmayman. Yoki turmush o'rtog'im bo'lsa ajrashib boshqa yerga tegib keta olmayman. U insonni o'sha xarakterini qabul qilishim kerak-da. Shunaqa gaplar va men uchun ular o'ta muhim emas ham deya olmayman. Chunki masalan turmush o'rtog'im muhim. U inson bilan munosabatim men uchun muhim. U narsa meni har kunlik hayotimga, sog'lig'imga, orzularimga, maqsadlarimga, kelajak rejalarimga ta'sir qiladi. Yoki masalan bolam bilan men konfliktda bo'lmasam ham har kuni bolamga rahmat yozaman. Chunki bolam bilan munosabatim, bolamni boricha qabul qilishim, uni ham bolaligini tushunishim men uchun muhim, meni hayotimga ta'sir qiladi.
Rahmatnoma yozing, dunyoqarashingizni kengaytiring, ko'proq kitob o'qing, ko'proq analiz qiling, observant bo'ling, hayotni kuzating. Hayot juda ham keng, hayot juda ham chiroyli, yashashga arzigulik joy. Ko'rishingiz kerak bo'lgan, tanishishingiz kerak bo'lgan judayam ko'p insonlar bor. Hayot sizni qobig'ingizdan iborat emas. Oltin baliq bir umr ko'lmayda yashab, hayot faqat ko'lmaydan iborat ekan deb o'ylaydi, lekin aslida oltin baliq ko'rmagan qancha okeanlar bor, qancha dengizlar bor, qancha irmoqlar bor, qancha mo'jizalar bor bu hayotda siz ko'rishingiz kerak bo'lgan. Albatta dunyoqarashingizni kengaytirsangiz, hayotga kengroq qarashni boshlasangiz, hayot ham sizga ochilishni boshlaydi. Hayot ham sizga mo'jizalarni ko'rsatishni boshlaydi. Hayotingiz anchagina osonlashishni boshlaydi. Bugun men sizlarga gapirmoqchi bo'lgan hamma narsa shulardan iborat edi. Keyingi videolarimda yana ham xursandroq, yana ham hayotingizdan mamnunroq, yana ham fokusingiz o'zingizga qaratilgan, yana ham baxtliroq versiyangiz bilan, yana ham baxtliroq sizni ko'rishni xohlagan bo'lardim. Videoni tagida albatta izohlaringizni, fikrlaringizni, savollaringizni, keyingi video nima haqida bo'lishi haqida sizlarni fikrlaringizni kutib qolaman. Sizlar qancha ko'p fikr yozsanglar, like bossanglar, share qilsanglar, men bundan juda ham xursand bo'laman va keyingi videolarimni olishga yana ham tezroq harakat qilaman. Hammaga rahmat eshitganingiz uchun. Har biringlarni yaxshi ko'raman. Hammamiz baxtli yashashga loyiqmiz, hammamiz zo'r yashashga loyiqmiz. Esinglarda bo'lsin, sizlarning hayotinglar sizlardan boshqa hech kimga muhim emas. Sizlarning hayotinglarning qahramoni sizlar, o'zinglarning hayotinglarni qahramonini boshqa birov qilib olmanglar, boshqa birovni hayotinglarni markaziga qo'ymanglar va o'zinglarning hayotinglarni o'zinglar qahramoni bo'linglar. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.